Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi deputatlari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan loyihalar ijrosini joyiga chiqqan holda o'rganishmoqda. Xalq noiblarining navbatdagi monitoringi investitsiya loyihalari amalga oshirilayotgan maktablarda o'tkazildi. O'rganishlar dastlab Yangi bozor tumani 33-sonli ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan ixtisoslashtirilgan maktabdan boshlandi. Bu yerda muassasaning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holati ko'zdan kechirildi. Bugungi kunda 963 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. 2026-2027 o'quv yili uchun 140 nafar birinchi sinf o'quvchilarini qabul qilish rejalashtirilgan. 2026-2027 o'quv yili uchun maktabimiz tayyor. Shu joriy ta'minlash ishlarini amalga oshirishda maktab homiylari ishtirokida amalga oshirildi. O'rganishlar davomida shuningdek davlat investitsiya dasturlari, tashabbusli byudjet loyihasi doirasida amalga oshirilgan bunyodkorlik va infratuzilma ishlari ijobiy baholanib, ta'lim jarayonini yanada yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berildi. Maktab 2020-yilda investitsiya dasturi asosida qurilgan, 2023-yilda yana investitsiya dasturi asosida qo'shimcha bino qurilgan. Undan tashqari, mening maktabim loyihasi doirasida, ochiq byudjet tashabbusi loyihasi doirasida bir necha bor g'olib bo'lib, maktabda katta ijobiy o'zgarishlar bo'lib, bu mablag'lar o'quvchilarning yaxshi bilim olishi uchun xizmat qilmoqda. Mahallaga 3 milliarddan ziyod mablag' ajratildi. Bu mablag'larni asosan shu maktab o'quvchilari maktabga kelishi qulay bo'lishi uchun 850 metrli trotuar qurildi. Bular uchun qulay sharoitlar yaratildi. Deputatlik o'rganishlarining navbatdagi manzili Gurlan tumanining Yuksalish mahallasidagi 31-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ldi. Davlat investitsiya dasturi doirasida qariyb 5,5 milliard so'm mablag' evaziga qurilgan 3 qavatli zamonaviy bino bir vaqtning o'zida 200 nafar tarbiyalanuvchini qamrab oladi. Muassasada har bir xona kuzatuv kameralari, zamonaviy isitish va sovutish tizimlari bilan jihozlangan. Binoda quyosh panellari ham o'rnatilib, muqobil energiyadan foydalanish imkoniyati yaratilgan. O'rganishlarda ichki kommunikatsiyalar, qurilish ishlarning sifati va foydalanilgan materiallar ham deputatlar e'tiborida bo'ldi. Bugun investitsiya dasturi asosida olib borilgan loyiha qurilish 210 o'rinlik maktabgacha ta'lim tashkilotini qurilishini sifati, uni olib borilgani, uni qaysi davrgacha yakunlanadi, uni hammasini shu deputatlar jamoatchilik nazoratini qilib, bugun bir amin bo'ldikki, shunday bir yaxshi ish qilinayotganini. Mahalla ahli, ayniqsa ko'p millatli aholi bir tan bir jon bo'lib yashab kelayotgan shunday bir xursand bo'layotganlar. Chunki har bir xonadondan bir bola shu maktabgacha ta'lim tashkilotiga keladigan bo'lsa, demak onalarning qo'li bo'sh bo'ladi. Ya'ni ular bir ish bilan shug'ullanishga katta imkoniyat bo'ladi. Deputatlik o'rganishlari Shovot tumanida ham davom ettirildi. Bunyodkor mahallasidagi 2-sonli maktabda umumiy qiymati 21 milliard 312 million so'mlik bo'lgan 4 qavatli qo'shimcha bino barpo etilgan. Maktab binosi zamonaviy lift, isitish, sovutish tizimi va muqobil energiya manbalari bilan ta'minlangan. Shovot tumanidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi ta'lim tili rus tili bo'lgan yagona maktab hisoblanib, hozirgi davrda maktabimizda 2300 ga yaqin o'quvchilar ta'lim tarbiyalar olib boryapti. Maktabimiz oldin Q2 koeffitsiyenti o'qib kelayotgandi. Mana hozir yangidan 990 o'rinli maktab qurilib berildi va zamonaviy isitish tizimi va maktabning ichkisidagi ajoyib sharoitlar, lift o'rnatildi. Shuning evaziga endi koeffitsiyentimiz, quvvatimiz 1.2 ga tushdi. Biz bundan xursandmiz. Xudo xolasa mana shu maktabda ajoyib yaxshi o'qimishli insonlar chiqadi degan umiddamiz. Qo'shko'pir tumanida yuqori natijalar ko'rsatib kelayotgan 48-sonli umumta'lim maktabida ham ishlar ko'zdan kechirildi. Investitsiya dasturi mablag'lari hisobidan 11 milliard so'm mablag' evaziga yana 100 nafar o'quvchiga mo'ljallangan qo'shimcha bino qurish va mavjud binolarni rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Mazkur o'rganishlarda ta'lim tizimidagi islohotlar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining holati, yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar hamda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda deputat sifatida bizning asosiy vazifamiz xalqning muammosini va taklifini eshitish, uni tegishli tashkilotlarga yetkazish hamda qonunlarning tumandagi to'g'ri va samarali ijro etilishini nazorat qilishdan iborat. Biz kengash yig'ilishlarida tumanimizdagi ijtimoiy, iqtisodiy masalalarni muhokama qilib, aholini qiynayotgan muammolarga yechim topishga harakat qilyapmiz. Eng muhimi, qabul qilinayotgan qarorlar qog'ozda qolib ketmasdan, amalda xalqimiz hayotida o'z aksini topishi
topish kerak deb hisoblaymiz. Aholi bilan uchrashuvlarda ularning murojaatlarini tinglaymiz, muammolarini o'rganamiz va ijrosi bo'yicha mas'ul tashkilotlardan natijani ham talab qilib bormoqdamiz. Davlat ta'lim muassasalarida qurilish, ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarining borishi deputatlik nazorati doirasida o'rganilyapti. Bu esa hududlardagi dolzarb masalalarning qog'ozda emas, amalda yechim topishiga xizmat qiladi.